Assalomu alaykum qadrdonlar, hamyurtlar. Mana sentyabr ham yaqinlashyapti. Maktab ochilyapti, bolalar sog'ingan kunlar. Ayniqsa birinchi farzandlarini 1-sentyabrda qo'llarini yetaklab borishni xohlayotgan otalar, onalar. Bu yaxshi bayram kelyapti, mustaqillik bayrami kelyapti. Shunga bir ovoz qishimiz haqida gapirib olmoqchiman-da. Kuz kelyapti-da, qishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana magazinda oldiga ko'mir sotiladi. Ko'mir bor deb 2-3 odam yozib ketishgan, e'lonlarni odamlar ko'mir olishni boshlayapti. Nima demoqchiman? Mana masalan mening mashinam Damas. Metanda yuraman. Metan yozda zo'r, qishda bo'lmay qoladi. O'tgan yili karburatorni sozlab oldik. Baribir qishda qiynadi. Betanga yurib o'rganib qolgan mashinada. Bu nima demoqchiman? Bizlar kira ishlamaymiz, lekin o'zimiz ish bilan yuramiz, lekin shunda ham shu metan muammosi bo'lib qolsa, bizlarga ham ta'sir qiladi. Anchagina ta'sir qiladi. Nima uchun? Mana shu avtobus qatnaydi Samarqandga, Urgut. Avtobuslar bo'lmay qoladi. Yurmay qoladi yoki bittasi, ikkitasi yuradi, metan yo'q deydi. Katta mashinalar yura olmay qoladi, metanda yuradigan mashinalar. Shuni nima demoqchi? Mana energetika vaziriga, xullas shu taalluqli vazirlikka, mana shu gaz bilan ta'minlashga aloqador vazirliklarga bir so'rovim borda. Xalqimiz nomidan gapirayim, bitta men emas, hamma xalqimiz nomidan gapirayim. Prezidentimiz oldiga bir yaxshi bir proyekt bilan kirsangiz, masalan mana o'tgan yil ham, bultur ham har yili qishda gaz bo'ladi deb aytayapsizlar. Muxbirlar borsa bu yil yaxshi bo'ladi deysizlar. Bo'lmay qolyapti. Aytgandan yuzdan chiqa olmay qolyapsizlar. Bunga masalan mana shu Moliya vazirligini ham chaqiring, birgalashib, bir maslahatlashib, qanday bu xalqimizga shu metan gazini uzmasdan ta'minlash ilojini qilamizmi deb aytingizlar. Yoki haqiqatan bo'lmasa bo'lmaydi deb aytingizlar. Shunga qarab odam bir ishini qiladi-da, shunga qarab bir tayyorgarligini ko'radi. Odamlarimizda bir umid borda, hamma vaqtda mana shuncha ko'chalar asfalt bo'lyapti, shunday bir katta ishlar qilyapti. Prezidentimiz chet ellarga borib katta loyihalar tuzib kelyapti. Buyuk davlatlar bilan ishlar qilyapti. Bu yil ochilib qolamakan, bu yil gaz bo'lib qolamakan degan umid bo'lib turadi-da bizlarga. Keyin aldanib qolyapmiz. Sizlar shuni bizlarga masalan aql haligi sifralar deymizki, so'zlar bilan tushuntirib beringizlar shuni. Mana men mana shunaqang sizlar mutaxassisku. Juda ko'p narsani bilsa, qancha gazimiz bor yoki chetdan qanaqa gaz olsak bo'ladi. Ana shularni hisobga olib, bir aniq bir ma'lumot qilib, mana shuni men prezidentga olib kirmoqchiman. Mana shunaqangi deb, ketin yana olib kirdim, mana shunday bo'ldi deb ochiq gap aytib beringizlar, iltimos qilamiz sizdan. Nima uchun deganda, bizlarga aniq konkretni gap kerak-da. Oddiy mana masalan ham kulgiga olib aytaman, ham to'g'risini ham aytaman. Mana masalan men mana shu bultur karburatorimiz yaxshilanmadi, chunki yoz bilan metanga yurgan, qishda benzinga yaxshi yurmay qolar ekan. Bitta yangi palto olmoqchi bo'layotganimizda, paltamni eskirib qolgan. Shu paltoni olaylikmi yoki shu paltoni o'rniga shu karburatorni yangilab olib, shu benzinga yurish tayyorgarlik ko'raveraylikmi? Shunga o'xshagan gap. Boshqa katta mashinalar, shoferlarda ham shunga o'xshagan gap bor-da. Sizlar bir narsani bir hisobga olingizlar-da. O'zi menimcha olsangizlar-ki, lekin chala olasizlar deb o'ylayman-da. Mana buni to'liq bilgan odam mana shu men aytmasimdan turib shu ishni qilib qo'yardi-da. Bizlarda mana shu shaharlar ora qatnaydigan katta mashinalar, mana Toshkent, Samarqand yo'liga chiqing, to'lib ketgan. 80% gaz bilan yuradi. Metan gaz bilan yuradi. Ular yura olmay qoladi qishda. Avtobuslar mana shahar qishloqqa netgan avtobuslar gaz bilan yuradi. Ular yura olmay qoladi. Toshkent, Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo, Toshkent vodiy qatnaydigan mashinalar gaz bilan yuradi. Ular yura olmay qoladi. Bu iqtisodiyotda tomirlarida qonlar oqishi oqadigan mashinalar shular, oqadigan qonlar shular. Qon yurmay qoladi degan gap bo'ladi-da. Chunki yoki chala yuradi, davleniya oshib ketadi degan gap bo'ladi. Ana undan keyin ortiqcha gaplar paydo bo'ladi. Mustaqil O'zbekiston deb bir piching gaplar gapirilib qoladi, boshqa bo'ladi. Bu gap bizga ham tegadi, prezidentga ham yuragiga yomon tegishi mumkin. Chunki shogirdlari yaxshi ishlamayapti degan gap bo'ladi. Yordamchilar sizlar, vazirlar prezidentga mana shunday bir yaxshi takliflar bilan boringizlar mana. Bizlarga yaxshi mana shu uzmasdan yoqilg'ini tayyorlab beringizlar. Yoki qilib bera olmasangiz, mana xususiy tadbirkorlarga ayting, mana gaz zapravka egalariga. Ular o'zi ilojini qiladi. Mana masalan mamlakat kichkina shaharlarimizga kanalizatsiya muammosi edi.
Prezident aytgan edi bir gapida. Kanalizatsiyani qilib beraylik, bular o'z uyida qurib tashlaydi. Haqiqatan mana kanalizatsiyani qurib berildi. Shunday shaharchalar katta shaharga aylanib ketyapti, uylar qurilib ketyapti. Ana shunday mana gaz quvurlarni masalan tashkil qilib berish kerak yoki borni to'g'rilab berish kerak. Xusus tadbirkorlar o'zlari balkim olib keladi agar davlat qila olmayotgan bo'lsa, balki solig'ini to'laydi-ku. Shunaqa gap. Keyin mana turni qator 2 kilometrlab ochilib bo'lib ketadi gaz zapravka metanlarda. Bir kunlab ziyat kunlab odam yotadi. Mana Qashqadaryo G'ayrat Do'stov qanaqangi gapirganlari eslaringizdan chiqdimi? U ham jondan o'tgandan gapirgandi. Shunga o'xshaganlar juda ko'p, gapirmaganlar juda ko'p bizda. Ana shunaqangilar bo'ladi. Buni keyin mana bizlar turizm mamlakati qilamiz deyapmiz. Turizm mamlakatini qilamiz desak, kelgan turistlar bu turna qator ochilishlarimizni ko'radi, tag'in bizlarga ko'p ishonch yo'qoladi-ku, bular xalqini gaz bilan ta'minlab bera olmayapti-yu, qanday bizlar borsak bizlarga yaxshi xizmat qiladi deydi. Chunki ular pul bilan kelib bir mazza qilib dam olgani ketmoqchi bo'ladi. Qishda mana Amir soylari chang'i uchgani kelmoqchi bo'ladi. Masalanda endi nima deyman? Shunga tayyorgarlik hozirdan qilib qo'yaylikdan bizlarga yaxshi bir ma'lumot kerak. Bir chala ma'lumot qilib qo'yasizlar, mana keyin muxbirlarga berdik deysizlar, boshqa muxbir borsa yaqindagina intervyu berdim deb qolasizlar. Mana intervyuni hozir bizlarga xalqqa beringlar. Mana shunday tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana bu yil mana shunday bo'ladi. Mana shunga yigitcha gap deb aytingizlar, mustarmoncha gap qilib turing. Yolg'on gap bo'lmasin, to'g'risini bilsin odamlar, xalqimiz shunga qarab tayyorgarlik ko'radi. Ana shu gapimni aytmoqchiman. Shu aniq konkretni ma'lumot kerak bizlarga. Bu yilda metan gazimiz qanday bo'ladi? Yoqilg'i gazlarimiz oshib ketmaydimi? Masalan, meni agar ozroq taklifim bo'ladigan bo'lsa, mana bizlarga gazi arzon mamlakatlar bor-ku, Turkmaniston, Eron. Masalan, mana shaxtdan olib kelishdi yo'llarni ko'ringlar. Endi qanaqangiz dogovorlar bor, ularni bizlar bilmaymiz. Faqat boshqa tomonga tarmashmasdan o'zimiz gazimizni olish qiyin bo'layotgan bo'lsa, gazimiz kam bo'lsa, kam chiqayotgan bo'lsa, qishda chiqarish qiyin bo'lib qoladigan bo'lsa, ana shular bilan masalan mana Eronda gaz 1000 so'm, benzin 1000 so'm deydi. Gaz ham shunga yarasha bo'ladi. Turkmanistonda juda arzon, tekin qilib qo'yibdi xalqiga deydi. Shular bilan muomala qilib, nima qilsangizlar qilib ana shuni xalqimizga ta'minlab qo'yaylik. Bu juda gap. Sizlar bilasizlarmi yo'qmi? Juda katta qismlarimiz gaz bilan yuradi. Mana Rossiyaga qancha millionlab odamlarimiz borib ishlab kelyapti. Shunga o'xshab gaz bilan yuradigan odamlarimiz juda ko'p. Gazga taloqlashlarimiz juda ko'p. Mana qishda bitta odam bemor bo'ladi, shaharda yotadi, больницаga yotadi. O'sha mashina gazga yurmasa, bir kun shaharga qishda borib kelishda o'zi kasal bo'lishi mumkin. Kasalga qaragan odam biladi. Buni eshitganmiz, ko'rganmiz. Shuning uchun kasalga qarab o'zi kasal bo'lishi mumkin. Xalqimiz, davlatimizga xalqimiz boylik-ku, sog'lom xalq kerak-ku davlatga. Ana shu hammasini shu bir-biriga chambarchas bog'liq-ku. Shu mana shu lavozimlarda o'tiribsizlar, mana shu kattakon gaz masalasiga taalluqli rahbarlarga aytibman. Shular yaxshi yechimini topib, shuni qilib beringizlar. Agar qilib bera olmasangizlar, so'rab qilingizlar, mana katta mutaxassislar, ular yo'lini qilib beradi. Mana shu bir yaxshi yechimni topishni iltimos qilmoqchiman. Davlatimiz rahbari hammasiga prezident o'zi qilib turmasligi kerak, chunki u mana kecha Ozarbayjonga bordi, yana boshqa ishlarni qilyapti, yaqbag'ini qilyapti. Sizlar bir yaxshi ma'lumotni topib, shunday bir kirgizingizlar. Prezident ham tushunadi, xalq uchun ishlayapti deydi. Ishlayotgan bilan laganbardonlikning ham farqini biladi. Prezident ham shu xalqdan chiqqan odam. Shuning uchun bir yaxshi ma'lumotni qilib bizlarga yaxshi ko'rsatib beringizlar. Shu bizlarga zarur shu narsa. Chunki bu juda katta narsa-da bu. Mana oddiy masalan hammaga taalluqli, faqat shopirlarga emas-da bu. Shaharda o'qiydigan bolalar o'qishga chiqa olmay qoladi qishda. Gaz bo'lmagandan keyin damaslar narxi oshib ketadi. Yo'lda hayronchoqlarda yig'ilib avariyalar bo'lishi mumkin. Yo'lda probka ko'payib ketadi. Shuning uchun mana shu avtobuslarni gazni to'xtatmaslik kerak. Mana Xorazmdan qatnaydigan, Surxondaryodan qatnaydigan katta mashinalar bor, ular yuklarni olib borib kelish kerak. Ularning narxi oshib ketadi, gaz oshdi deb turishadi. Shu bizlar so'rayotgan narsamiz, qilsa bo'ladigan narsani so'rayapmiz. Qilsa bo'ladigan narsani. Keling mana shu katta mashinalarni ko'ringizlar, mana shu yuqoriga Toshkentga, Xorazm, Vodiy, Surxondaryo qatnaydigan o'shalar. Hammasi masalan Isuzular. Bilmasangizlar bilib qo'yinglar, bilsangizlar qilardingizlarda. Bilmaydi deb o'ylaymiz masalan. Faqat ular salarkaga yuradigan mashinalar metanga moslashtirilgan. Ular qishda yura olmay qoladi, metan bo'lmasa.
Keyin ana shunday ochratlar ko'payib ketadi. Metanga turishi majbur, yukni olgan yura olmaydi. Chunki bizlarga benzin qimmat, salarka qimmat, shuning uchun metanga o'tishga majbur bo'lgan. Metanni ham o'zi narxi oshib bo'ladi. Buni ham oshirish yaxshi emas. Shu xalqimizga qilgan yordamimiz davlat tomonidan shu metanni oshirmasdan, shu metan bilan ta'minlab qo'yishni yo'lini qilaylik. Mamlakatimiz yana ham qadam oshadi, tezlashadi. Hammasi joy-joyida bo'ladi. Futbolchilarimiz ham o'tadi. Shu o'tmadi deb turib qolaydi. Shu bir bog'liq shularga ham, hammasiga ham shu. Chunki stadionga borish uchun ham shu yoqilg'i kerak. Ham qiziqchilikka ham hazil demangizlar, lekin to'g'risini aytyapman. Qish kelyapti. Qishga tayyorgarlikda juda mahkam qilaylik. Bizlarga yaxshi ma'lumot kerak. Bu yil qanday bo'ladi? Va yechimini qanday qilyapsizlar? Qilyapsizlarmi yo'qmi? Qilolmaymiz desa qo'l ko'taring, qilolmadi dedingizlar. Boshqa qiladigan odam chiqadi shu davraga. Shu yo'lni qiladi. Yaxshi kunda. Bizga aniq ma'lumot iltimos qilamiz. Rahmat.